Menyu shart emas. Menyu ishlatilmaydi. Telefondan bundoq qilib QR orqali ko'rib olsa bo'ladi. Menga shart emas. Qanaqa ovqatlarni bilasan, masalan? Men har bitta ovqatini bilaman. Hamma ovqatini. Xo'p, sanab ber. Juda qiziq. Menyuni ochib beraman senga. Achchiq sho'rvasi bor. Ha, mana bilarkansan u. Ana shu achchiq sho'rvasini ichsangiz mazza qilasiz. Yo'q, rahmat. Menyu o'zing tanla. O'zi bizani ovqatlarga o'xshagan lag'mon ekan. Siz bu lag'monlarni yo'laysizmi? Endi bilaman, onamning lag'monlarichalik shirin bo'lmaydi. Yeb beraman lekin. Ha, yo'q, mayli, yemay qo'ya qoling. Siz mana bu ovqatdan yeng, zo'r. Siz ana shuni yeb ko'ring. Sen yeganmisan buni? Yo'q. Siz yeysiz. Yo'q, yo'qot. Mayli. Xo'sh, nimalar bor ekan yana? Mayli, sizga rahmim keldi. Sushi aytaman. Sushi yaponskiy-ku. Xitoyda ham bor. Yordam kerakmi? Siz o'tlar. Juda ham rasvo qildingiz. Sen o'tlarni o'ylayapsanmi hozir? Boshqa yemaymiz. Turdingmi? Tushunmadim. Qanaqa qilib keldim bu yoqqa? Shunchalik ham ichasanmi? Boshim yorilib ketdi o'tda. Qanaqa qilib kelganingni eslolmayapsanmi? Ichib qotib qolibsan. Restoranni hojatxonasida yotgan ekansan. Ko'mosh telefon qildi. Ko'rib qolgan ekan seni. Esing joyidami? Nima qilay endi? Ichsam hamma narsa esimdan chiqyapti. To'g'risi, yashashga qiziqishim qolmadi o'rtoq. Nima, ichsam nimadir o'zgarib qoladi deb o'yladingmi? O'zgaryapti. Miyam o'chyapti. Hamma narsani esimdan chiqaryapman. Oxiri nima bo'ladi keyin? Tezroq o'laman. Ichib, hammasidan qutulaman. Bo'lingchi. O'g'il bola yo'lni topoladi. Nimaga olib kelding meni? Tashlab ketishim kerakmidi? Ukangga telefon qilsam ko'tarmadi. Keyin uyga olib keldim. Jinniga o'xshab kirib, kiyiming bilan cho'milding. Shu ishlar senga yarashadimi? Go'la, o'zingni yig'ib olgin. Qanchadan qancha odamlar bolani tirnog'iga zor. O'g'ling bor. Cinemedia. Menyu shart emas. Menyu ishlatilmaydi. Telefondan bundoq qilib QR orqali ko'rib olsa bo'ladi. Menga shart emas. Qanaqa ovqatlarni bilasan, masalan? Men har bitta ovqatini bilaman. Hamma ovqatini. Xo'p, sanab ber. Juda qiziq. Menyuni ochib beraman senga. Achchiq sho'rvasi bor. Ha, mana bilarkansan u. Ana shu achchiq sho'rvasini ichsangiz mazza qilasiz. Yo'q, rahmat. Menyu o'zing tanla. O'zi bizani ovqatlarga o'xshagan lag'mon ekan. Siz bu lag'monlarni yo'laysizmi? Endi bilaman, onamning lag'monlarichalik shirin bo'lmaydi. Yeb beraman lekin. Ha, yo'q, mayli, yemay qo'ya qoling. Siz mana bu ovqatdan yeng, zo'r. Siz ana shuni yeb ko'ring. Sen yeganmisan buni? Yo'q. Siz yeysiz. Yo'q, yo'qot. Mayli. Xo'sh, nimalar bor ekan yana? Mayli, sizga rahmim keldi. Sushi aytaman. Sushi yaponskiy-ku. Xitoyda ham bor. Yordam kerakmi? Siz o'tlar. Juda ham rasvo qildingiz.
Sen o'tlarni o'ylayapsanmi hozir? Boshqa yemaymiz. Turdingmi? Tushunmadim. Qanaqa qilib keldim bu yoqqa? Shunchalik ham ichasanmi? Boshim yorilib ketdi o'tdi. Qanaqa qilib kelganingni eslolmayapsanmi? Ichib qotib qopsan. Restoranni hojatxonasida yotgan ekansan. Ko'mosh telefon qildi. Ko'rib qolgan ekan seni. Esing joyidami? Nima qilay endi? Ichsam hamma narsa esimdan chiqyapti. To'g'risi, yashashga qiziqishim qolmadi o'rtoq. Nima, ichsam nimadir o'zgarib qoladi deb o'yladingmi? O'zgaryapti. Miyam o'chyapti. Hamma narsani esimdan chiqaryapman. Oxiri nima bo'ladi keyin? Tezroq o'laman. Ichib, hammasidan qutulaman. Bo'lingchi. O'g'il bola yo'lni topoladi. Nimaga olib kelding meni? Tashlab ketishim kerakmidi? Ukangga telefon qilsam ko'tarmadi. Keyin uyga olib keldim. Jinniga o'xshab kirib, kiyiming bilan cho'milding. Shu ishlar senga yarashadimi? Gula, o'zingni yig'ib olgin. Qancha जी अब आप इसकी अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो सर्द दिसंबर की शाम थी। आसमान पर बादल इस तरह बिखरे थे जैसे किसी के दिल से अधूरे ख्वाब। शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी के कोने में बैठी हया खामोशी से किताब के वर्क्स पलट रही थी, मगर इसकी आंखें लफ्ज़ों पर नहीं, यादों पर जमी थी। हया एक सादा सी लड़की थी, कमगो, गहरी सोच रखने वाली। वो अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की थी जहाँ एहसासात शोर नहीं मचाते थे, बिल्कुल दिल में खामोशी से पलते थे। इस लाइब्रेरी में पहली बार इसकी मुलाकात अजान से हुई। अजान एक संजीदा, खुददार और कदरे मगरूर सा लड़का। इसकी आंखों में अजीब सी थकन थी, जैसे उसने जिंदगी को वक्त से पहले समझ लिया हो। वो अक्सर इस कोने में आकर बैठता, खामोशी से किताब पढ़ता और चला जाता, ना सलाम ना बात। मगर खामोशियों के बीच में भी कुछ रिश्ते जन्म लेते हैं। खामोश गुर्बत दिन गुजरते गए। दोनों की मुलाकातें रोज़ की आदत बन गई। कभी नजरें टकराती, कभी मुस्कुराहट अधूरी रह जाती। हया ने महसूस किया कि अजान की खामोशी में भी एक कहानी है, एक दर्द जो लफ्ज़ों का मुहताज नहीं। एक दिन किताब वापस रखते हुए हया के हाथ से नोट गिर गया। अजान ने उठाकर दिया। आपकी तहरीर है, इसने पहली बार बात की। हया चौंक गई। जी, बस इतना ही कह सकी। नोट पर लिखा था, कुछ मोहब्बतें कही नहीं जाती, बस जी जाती हैं। अजान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नोट वापस कर दिया। फिर तो आप बहुत मजबूत हैं। वो एक जुमला मगर हया के दिल में गूंजता रह गया। मोहब्बत का एहसास, दोस्ती का आगाज हुआ, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। चाय के कप, अधूरी बातें, खामोशी, मुस्कुराहटें। हया ने जाना कि अजान के वालिदैन एक हादसे में इसे छोड़ कर गए थे। अब वो तन्हाई को अपना हथियार बना चुका था। अजान ने जाना कि हया एक टूटे हुए घर की बेटी है, जिसने ख्वाब देखना तो सीखा मगर मांगना नहीं। मोहब्बत दोनों की हो चुकी थी, मगर इकरार कोई ना कर सका, क्योंकि कुछ मोहब्बतें हिम्मत मांगती हैं और वो हिम्मत दोनों में नहीं थी। अचानक एक दिन अजान लाइब्रेरी ना आया, फिर अगले दिन भी नहीं और फिर कभी नहीं। हया ने जाना कि अजान बैरून मुल्क चला गया है, बगैर बताए, बगैर अलविदा। वो रात हया ने बहुत रोकर गुजारी। खामोश मोहब्बत का दुख सबसे गहरा होता है, क्योंकि उसका कोई गवाह नहीं होता। साल गुजरे। हया ने खुद को संभाला, लिखना शुरू कर दिया और एक मशहूर नावल नगार बन गई। इसके नावलों में एक किरदार बार बार आता, खामोश, उदास अजान जैसा। और अजान वो भी लौट आया था, मगर अब कामयाब, मजबूर और एहसास नदामत के साथ।
ایک ادبی تقریب میں دونوں آمنے سامنے تھے۔ اذان نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے تم سے محبت کی تھی مگر ڈر گیا تھا۔ حیا نے آنکھوں میں نمی لیے مسکرا کر جواب دیا، اور میں نے تمہارا انتظار کیا تھا مگر خود کو کھویا نہیں۔ کچھ محبتیں وقت مانگتی ہیں، کچھ زخم بھرنے کا موقع۔ اذان نے اس بار خاموشی کا سہارا نہیں لیا۔ اس نے حیا کا ہاتھ تھام کر کہا، اب اگر دیر ہو جائے تو۔ حیا نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی بکھرے بادل۔ محبت اگر سچی ہو تو دیر میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم اگلی دفعہ آپ سے ایسے بھی اچھی سٹوری لے کے آ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔